Assalomu alaykum. Efirda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Qashqadaryo viloyati teleradio kompaniyasi hamkorlikda tayyorlanayotgan osoyishtalik ortida informatsion dasturi. Siz o'zingizni video va suratga olib, siz uchun yaqin bo'lgan insonga tashlab berdingiz. Lekin kim kafolat beradi bu surat va videolaringiz boshqa bir shaxsning qo'liga tushmasligiga? Shunday ma'lumotlarni qo'lga kiritgan firibgarlardan biri o'zini profilaktika inspektori deb fuqaroga tanishtirib, pul talab qilayotgan vaqtida qo'lga olindi. Hozirgi lavhamiz aynan shu haqida. Qarshi shahrida yashovchi fuqaro Aliyev Hayitovaga o'zini hududiy profilaktika inspektori deb tanishtirib, ustingizdan ariza tushgan. Sizning har xil ko'rinishdagi foto va video tasvirlaringiz bor ekan. Ertaga idoraga kelishingiz kerak deb uni tuman ichki ishlar bo'limiga chaqiradi. Hayitova bunday holatda bora olmasligini ma'lum qilganida o'zini soxta profilaktika inspektori deb tanishtirgan Aliyev undan ishini hal qilib berish uchun 500 AQSh dollarini talab qiladi. Hayitova shaxsiy ma'lumotlari, ya'ni foto va video tasvir oshkor bo'lmasligi uchun soxta profilaktika inspektori Aliyev talab qilgan pullarni uning plastik karta raqamiga tashlab beradi. Nafsi hakalaga o'tgan Aliyev undan yana 1,5 million so'm pullarni talab qilib olayotgan vaqtda Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi va Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ushlandi va daliliy ashyolar xolislar ishtirokida protsessual tartibda hujjatlashtirib olingan. Mazkur holatda soxta profilaktika inspektori Aliyevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. O'zimni Akmal bozorida uchastkada tanishtirib, 7 million oldim. Keyin yana bugun 3 million 200 so'radim. Shu pulni olayotgan paytim xodimlar kelib ushlashdi. O'z boshimchaligim bilan o'zimcha uchastkada yo'man deb sodir etib qo'yibman. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Meni kechiringlar, iltimos. Shu o'rinda savol tug'iladi. Hayitova o'zini video va suratga olib, yaqin insoniga tashlab berib, nimaga erishdi? Xulosa o'zingizdan. Shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. 60 million so'm imtiyozli kreditni olib berishni va'da qilgan firibgar tezkor tadbir davomida qo'lga olindi. G'uzor tumanida yashovchi fuqaro mahalladoshining kredit olish maqsadida yurganini bilib, u bilan uchrashadi. Suhbat davomida uning ishonchiga kirib, amaldor tanishlarim bor, ular orqali 60 million so'm imtiyozli kredit olib beraman deb va'da qiladi. Buning evaziga undan 1 million so'm miqdoridagi pullarni berishini so'raydi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay qo'shtirnoq ichidagi hojatbaror hali kredit olib bermasdan bo'lib o'tadigan monitoring tekshiruvini ijobiy hal qilish uchun yana 100 AQSh dollari so'raydi. Vaziyat bunday tus olishini kutmagan fuqaro bu haqda ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat etdi. Natijada joriy yilning 10-aprel kuni aldov yo'li bilan pullarni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan fuqaro mahalladoshidan kelishilgan 1 million so'mni olgan vaqtida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Holat yuzasidan G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qoradori 2025 tezkor profilaktika tadbiri davomida tomorqasidan ko'knori va kannabis giyohvandlik o'simligini ekib parvarishlagan hamda 500 AQSh dollariga 120 gramm marixuana sotgan shaxslar aniqlandi. Mamlakatimizda Qoradori 2025 tezkor profilaktik tadbiri doirasida inson salomatligi va tafakkuri kushandasi giyohvandlikka qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Biroq jamiyatda ba'zi zalolat botqog'iga botgan kimsalar og'u savdosi yoki uni yetishtirib o'zgalar hayotini zaharlashdan tap tortmayapti. Ayni kezlarda qizg'in pallaga kirgan Qoradori 2025 tadbirining 1-bosqichi davomida Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari joriy yil 15-may kuni o'tkazgan tadbirda Yashnobod mahallasida yashovchi Imomovning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda tomorqasida 2705 to'p ko'knor va 10 to'p kannabisni parvarishlab kelayotgani aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi hamda 273-moddasi 5-qismiga asosan
jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bundan tashqari joriy yilning 27-may kuni Ko'kdala tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Zum mahallasida yashovchi Xidirovning yashash uyi va yordamchi xo'jaliklarni ko'zdan kechirganda kiyim-kechak saqlanadigan shkafida 15 dona paketlarga solingan 5 kilogramdan ortiq marixuana giyohvandlik vositasini kelgusida sotish maqsadida saqlab kelayotganligi aniqlanib, protsessual tartibda hujjatlashtirib olishdi. Shuningdek, Koson tumanida yashovchi Baliyev esa Qarshi shahrida 12 ta selofan paketga joylangan giyohvand modda sotayotganda qo'lga olindi. Surishtiruvlar davomida Baliyev 120 gram og'irlikdagi marixuana giyohvandlik moddasini 500 AQSh dollariga sotgan vaqtda ushlanib, protsessual tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Hozirda har uchala holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qoradori 2025 tezkor profilaktik tadbiri davom etmoqda. Viloyat hududida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida shahar tumanlarida kunlik 2 bosqichda 40 ta yo'nalishlarda ichki ishlar organlari xodimlari jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda tunu kun xizmat qilmoqda. O'tgan hafta davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrulpost xizmati batalon xodimlari tomonidan ko'cha va jamoat joylarida bemaqsad yurgan, shubha uyg'otgan, jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan jami 604 nafar fuqarolar, shundan mast holatda 20 nafar, huquqbuzarlik sodir etganlar 459 nafar, ichki ishlar organlarida profilaktik hisobda turuvchi 1 nafar, jinoyat sodir etganlikda gumondorlar 3 nafar, bemaqsad yurgan 118 nafar fuqarolar shahar tuman ichki ishlar bo'limlariga olib kelindi. Viloyat hududidagi 3140 ta obyektlar tekshirildi. Shuningdek, tungi vaqtda qarovsiz qoldirilgan 52 ta buyumlar o'z egalariga ogohlantirilib topshirildi. Voyaga yetmagan bolani moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlaganlik uchun qonunda jazo borligini bilasizmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 122-moddasi voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash deb nomlanib, quyidagi javobgarliklar belgilangan. Moddiy yordamga muhtoj bo'lgan voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxsni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash, ya'ni ularni moddiy jihatdan ta'minlash uchun sudning hal qiluv qaroriga yoki sud buyrug'iga binoan undirilishi lozim bo'lgan mablag'ni jami bo'lib 2 oydan ortiq muddat mobaynida to'lamaslik. Shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agar shaxs aliment majburiyatlari bo'yicha qarzdorlikni to'liq to'lagan bo'lsa, u javobgarlikdan ozod qilinadi. Unutmang, qonunni bilmaslik jazodan ozod etmaydi. Tungi soat 23:00 dan 6:00 gacha fuqarolarning osoyishtaligi va dam olishini buzish, ya'ni baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish, tovush signallari berish, xonadonlarda, turar joylarning yo'laklari va eshiklarda, ko'chalarda ovoz baland qilib qo'yilgan ovoz chiqaruvchi boshqa apparaturalardan foydalanish qonun bilan taqiqlanadi. Qashqadaryo viloyat hududida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va yo'llarda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan doimiy ravishda targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Lekin shunga qaramay, kuni kecha jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lgan tungi soat 1:30 da jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzib, aholi tinchligini buzgan holat videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Qarshi shahar markazida fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzish, ya'ni baland ovoz bilan qo'shiq aytgan holati jamoatchilikning haqli e'tiroziga sabab bo'ldi. Ushbu avtomashina haydovchisiga nisbatan Qarshi shahar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi shahar Naqsha mahallasi, Qarshi temir yo'l vokzali ro'parasida Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi tungi vaqtda shahar hududida jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan fuqarolarning tinchligini buzilgan holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borildi hamda haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Tungi soat 12:30 atrofida vokzalga yo'lovchi olib borgandim. Ayol kishi bo'lganligi uchun sumkasini vokzalgacha ko'tarib olib bordim, mashinani ko'cha yo'lga qo'yib. Qaytganimcha magnitofondan ovoz baland bo'lib qolib ketgan ekanmi, bolalar adashganmi bilmadim. Qaytib keldim, bo'ldi mashinaga mindim. Haydab ketdim. Mashina eshigi ochiq ekan borganimda. Lekin ataylab bunday ishni qilganim yo'q, anchadan beri bog'lama o'shardi. Yani ishimga pushaymonmiz, boshqa qaytarilmaydi. Ichki ishlar xodimlari Shu o'rinda harakat ishtirokchilaridan shuni so'rab qolardikki, yuqoridagi kabi holatlarni sodir etmasliklarini, zero qonun oldida hamma teng huquqliligini va har qanday qonun buzilish holatiga jazo muqarrarligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring.